Hammaga salom. Bugun bitta video ko'rgandim. Qishloqlar nomini aytganda, o'shalarni bugun sizlar bilan birgalikda sinab ko'ramiz. Birinchisiga 13-qishlog'i Sedini yozamiz. Hozir o'zi tarbiya berishim bir san'at bo'lib qoldi. Har doim tavba qilishni unutmang. Tavba deng, og'zingizdan tavba chiqmasin. Kim bilsin qachonlardir birorta bechorani qochib ketgan qizini ustidan kulgandirsiz, opa. Omon bo'ling. Umrimdagi eng rasvo kunni tuhfa qilganlaring uchun 7 yozamiz. 2 1 keyin 4 2 12 keyin 7 2 6 8 1 40 50 10. Nimaga ezmalanib gapirasan desanglar, eslab oldim. Hech qanaqa daftarga yozib olmagandim-da. Shuning uchun eslab oldim. Sizlarda ham shunaqa reklama bo'laveradimi? Xursand bo'lsanglar, xafa qiladigan reklama bor. Sinaymiz endi, sinab ko'ramiz. Bu yerda qani qishloq? Mayli, u bola ham sirazi qishloqda bo'lib qolmadi-ku, ozgina qidirdi-ku. Mayli, biz ham qidirib ko'ramiz. Ona biror bir yomon gap aytmadingizmi? Nima deyman? Pul olib chiqishini kutib turdim. Olib chiqdi. Qo'lidan olib chiqib ketmoqchi edim. Qaltiray boshladi. Bu nimaga qaltirayapti deb yoniga borsam, shiliq qaytib tashaversa bo'ladimi? Ha, keyin nima bo'lganini o'zing ko'rding. Og'ir gapirmagan bo'lsangiz bo'ldi. Oson emas baribir. Ahvolni ko'ryapsiz. Pulni berib chiqmabsiz-da. Mabodo o'ziga kerak Bu yerda umuman qishlog'i yo'q. Bizani aldagan shekilli u. Kerak. Bizga ulardan ham ko'proq kerak. Hisobda bo'l. Xo'p, hozir Kim? Sabri opa. Gapi bor shekilli. Men oldiga bir kirib chiqyapman. Mayli, boshqasini yozamiz. Xavotirlanaman, ahvolimni ko'rib turibsan. Bilaman, ko'p o'tirib. Bu yerga Hala Madrid deb yozamizmi? Nima deb yozamiz? Hala Madrid deb yozamiz. O'zi aytdi, Hala Madrid deb yozinglar dedi. Xijolat bo'ldi. Bemalol yotavering. Chaqirganingizga Voy, yana Madrid bo'lib qopti. Yaxshi ham ko'rib qopman-a. yoki gapingiz bormi? Kamchilik yo'q. Hammasi yaxshi. Hech qanaqa kamchilik yo'q. Endi ko'ramiz. Faqat bitta iltimosim bor. Nimaga men suv ustida turibman? Bilolmayapman. Qo'limdan kelsa mayli. Rahmat. Rosa tushungan yigit ekansiz. Men sizga nisbatan nohaqlik qilibman. Alloh hammasini ko'rib turibdi. Sizga qizimni yaqinlashtirmadi. Tushunmadim. Agar kim 13-qishlog'i nomini bilsa, kommentariyaga yozib yuboringlar. Iltimos. Men 13-qishlog'i rosa qidirman, lekin topolmayman. Faqat men borolmayman. Sizga pul beryaptim. Qayerdaligini bilib oldim. Xo'sh, qayerda ekan? Telegramingizga qizimni Xo'sh, keyingisi unga holatini aytdim.
455 deb yozamiz keyingisiga. Ko'nglim sezyapti. Men o'lsam kerak. O'limisiz ham. 455. Bunaqa fikrlarga borma. Ko'ramiz endi. Jon bolam. Bunisi to'g'ri ekan. Olsa, umrimda oxirida qizimni ko'rib qolay. Agar boshqalarga aytadigan bo'lsam, hamma ustimdan kuladi. Meni raziyam negadir? Sizga sirimni aytgim keldi. Iltimos bolam. Hech kim bilmasin. Bu yerda yo'l yo'q ekan. Mashit uyqu olsammikina? Bo'ldi, bugundan boshlab bu meni uyim. Faqat tezroq bor. Ko'zim to'rt bo'lib bolamni kutib turibman. Ana shu yo'lda manzilingizdan topolsam, aytaman. Sandiq ichida hamma narsani hisob tashlaymiz. Menga umuman xalaqitlik qilyapti, yoqmayapti. Men oddiy qo'lda yurishni yaxshi ko'raman. Narsalar ushlab bir joy yo'q yurishi menga uncha yoqmaydi. Ustimizdan kulyapti deb o'yladingizmi? Yo'q. Qizim menga va'da bergandi. Men mana shunaqa yurishni yaxshi ko'raman dedim men sizlarga. Mayli. Keyingi manzilga gu bo'lamiz. Darsdan boshqa qayerdan kelishi mumkin? Darsdan keladi unga. Ichingiz qizishini bilib taksi gaplashdi. Taksi ko'chani boshiga chopib qo'ydi. Menga qara. Men ahmoq o'xshaymanmi? Kim u? Oyi, necha marta ayting? Bilmayman kimligini. Manzilni tushuntirdim, pulini berdim, olib kelib qo'ydi, bo'ldi. Nimadan xavotirlanasiz? Oxirgi qisman-ku yosh bola emasman. Ko'chada kimga ishonib yurish kerakligini juda ham yaxshi bilaman. Seni qaytadan so'rayapman. Seni mashinadan tushirib ketgan kim? Odam, oyi, odam. Ikkita ko'zi, ikkita oyog'i, burni, qulog'i bor odam. Maxluq emas. Qo'shni Aqida xola menga boshqacha gapirgandi. Odamni ichini qizdirma. Kimligini aytasan? Aytaymi? Hmm. Chol. 10 ta bolasi bor chol ekan. Yo'lda cholligini aytib keldi. Butga Shohjahon deb yozamiz. O'sha yigit yoqdi. Bundan so'ra bitirmayman. O'sha yigitga uzataman, qo'yaman. Shamol bo'lmasa. Bu yerda ham qishloq bor ekan. Yolg'on gapiradigan emas. Nima qilyapsan? Rasmga tushyapman. O'sha tentakka seni tushunib ketganga? Oyi, hozir qattiq gapirib qo'yaman. Yo jim bo'ling yoki xonamdan chiqib keting. Bu qanaqa muomala? Menga qara. Senda bir gap bor o'xshaydi. Qala ayt. Nega sen haqida mish-mishlar yuribdi? Oyi, siz odamlarga ishonasizmi yoki mengami? Odamlarga ishonaman. Qo'shnimiz Aqidaga ishonaman. Qani telefoningni berchi? Ber. Ber yo'q senga. Mayli, oxirgisini aytaman. Bu Qizim, COVID-19. Meni kuzatguncha o'sha qo'shnilaringiz o'zini Qaysi birini bilsanglar, kommentariyaga yozinglar. Ha, aytgancha, esinglardan chiqmasin, 13-qishlog'i nomini yozib ketish. o'zimni o'ldiraman. to'xta, shoshma. Shaytonga hayda. Men onangman. Nima gaping bo'lsa menga ayt.
ularga faqat seni chiroying kerak. Sendan bir marta foydalanib ko'rgisi keladi xolos. Men odamlarga seni qo'g'irchoq bo'lish uchun tug'maganman. Agar xonadan chiqib ketmasangiz o'zimni o'ldiraman. To'xta, to'xta qizim. To'xta. To'xta. Ajab. Oyi, sizga nima bo'ldi, oyi? Oyi, ko'zingizni oching. Oyi, tez yordammi? Oyi, yaxshimisiz? Uf, Tohir nima bor? Ko'zimga ko'rinma. Sen kabi Vohid nima bor? qilmagandim. Oyi, meni kechiring. Sizga qattiq gapirib yubordim. Agar seni oying kimligini bilganingda edi, ko'chadan do'st axtarmasdan Gohida nima bor? biror marta qachon ona yaxshimisiz deb so'rading, xabar oldingmi, so'radingmi? Javob bera olmaysan. Hech qachon yonimda o'tirib dildan suhbatlashganingni eslolmaysan. Senga nima berolmadim? E'tibormi, mehrmi? Nima berolmayapman senga? Yo pulmi? Pul bo'lsa, senchalik puli bor qiz bo'lmasa kerak. Oyijon, iltimos o'zingizni ayblamang. Meni kechiring. Menga xabarlarsiz beryapsiz. Mehrim, e'tiborim, pulim. Kamchiligim yo'q. Uyda nega qo'shnilardan har xil gaplar kelyapti? Yo bu tuhmatlardan shamol uchirib o'tdimi? Oyi, men sizni tushundim. Unda yaxshi. Qizim, kelishib olamiz. Meni har xil gap so'zlarni ko'tarib beradigan kuchim yo'q.